obunachilar, sizlar bilan Alisher Habus va bugungi videoda biz Delisi account bilan obunachilarga beramiz. Bunda Gabriel Van Dijk'lardan ham Gabriel Van Dijk zaxiraga tushirib qo'ydi. Account darajasi baland, lekin nega bunaqa pasovri yo'q o'yinchilar kam desangiz, men o'yinchilar sotganman, sizlarga bitta maslahat: 80 o'yinchilarni olmanglar. Ko'p o'yinchilarni birinchi olib, keyin sariqqa o'zgartiradi. Yo'q, sariq olishdan boshlanish kerak. Va o'zbek o'yinchi chiqsa, doimiy olinglar, sizlarga maslahat. Xo'p, bugun account o'ynayapmiz. Buni hali donatlar qilib kuchaytiramiz sizlar bilan birga. Har bittasini yozamiz. Lekin mana bu menga yoqqani mana shu 3 ta. Pogba, Rodri, Yamal. Statistika: Yamaldan 6 ta 100 chiqarsa bo'ladi. Rodridan bo'lsa, Rodridan 5 ta chiqarsa bo'lar. Pogbadan ham u bo'g'ilib 5 ta. Hop. Kukurellidan ham ko'p chiqarsa bo'lar. 6 ta, taxminan 6 ta, ha. Lekin Enzodan 3 ta etiga o'ta past. Va Kubarsidan ham 6 ta, Kubarsidan ham. Pavarddan esa 5 ta. U bo'g'ilib. Shuning uchun birinchi video bu like qo'ying. Bizda mana bu o'rganimizdan keyin mana shuni kuchaytiramiz. Menga ham qiziq. Qanday kuchaytirib. Xo'p, hammalarga rahmat. Bugungi video shundan iborat edi. Like bosib obuna bo'lib qo'ying. Xayr do'stlar.